man. O'zi ekan-ku. Assalomu alaykum. Assalomu Hormanglar. alaykum. Mana bolalar battle atmosferasida chiqqan yaxshi Hormanglar. tushunadigan hakamlardan biri mana shu. Bolalar. Ha, hormanglar hammaga salom. Men eshitdim hozir bu konferensiyami nima bu endi? Bu Hozir. muhokama Minordi Hokima. muxlislari, Laydri Ha. muxlislari, Instarga fikrlari borlari bilan, Instar bilan chap bo'lib qolishdi bir haftadan beri hayot. Men Ha, senga tashladim bilsang, ha Instarda ko'rdim uni, gaplarimni. ko'rdim. Ha, Fikrlaring hammasi qanaqa o'sha. shuni? O'shani eshitganim uchun aytayapman. Hozir agar 5 minutcha gapirsam kerak. 5 minutga bormasa ham kerak. Gapiring hayot. Ha. Xo'p. Birinchidan Instar Battle MC. Minor Battle MC emas. Bu bir nuqta. Bu umuman muhokama qilish kerak bo'lmagan mavzu edi. Ikkalasini battle qilishi kimnidir kimga vizov tashlashdan keyin muhokama qilinish kerak bo'lgan narsa. Kimdir birinchi vizov tashlash kerak. Bir. Ikkinchidan, qachondan beri rapda ikkita MC ni, bittasi battle MC, bittasi MC. Xo'p, qachondan beri ikkalasini bir-biriga diss battle qildiradigan bo'ldi rapda. Bu nima degani? Diss, mana diss bu bitta MC, birinchi rapper, ikkinchi yomon ko'rgan rapperiga mard bo'lib, o'zini ichida saqlab yurib, hamma rapperda bor, qaysidir rapper uni yomon ko'radi, bu buni yomon ko'radi. O'sha yomon ichida yig'ib yurgan gaplarni prosta track qilib berishi bu disrespect bu. Dis yozib yuborish kerak, bo'ldi, tamom. Endi bu yerda disser kim? Oddiy savol. Minorku. Minormi yo yo'qmi? Ha yoki yo'q? Mana eshityapsizlarmi? Mikrofonni o'chirib qo'yuvdim-da. Hozir mikrofonni ochamiz hozir. Muxlislarni mana fikrini mana gapirib olay, birinchi gapirib olay. Minor disser. Agar muxlislari, minor muxlislari ko'p. Bunga savol hech qanaqa shubha gumon yo'q. Uni muxlisi ko'p. Minor muxlislari shunchalik ikkalasini qarama-qarshiligini xohlasa, Instarga kelish kerak emas ular. Duxin yetadimi, umi bumi deb. Minorga borish kerak-da, dis yozing deyish kerak. Bular Battle MC ga kelmasin. Bu Battle MC bu. Bu o'zining yo'nalishi bu. Bu Battle MC. Bu disser emas bu. Muxlislari Instarga kelmasin, minor muxlislari. Borib minor oldiga borsin yoki yozsin, yo telefon qilsin. Dis yozib oring desin. Keyin disga javob yozish bu Instar ishi. Ikkalasini battle qildirish bu organizator ishi. Agar organizator shart bo'lmasa, ikkalasi kelishib ham battle qilaversa bo'ladi. Men sen bilan battle qilmoqchiman deb kimdir birinchi gapirish kerak-ku. Ikkinchi tomon keyin qabul qiladi, yo'q, o'zining ishi. Buni ommaga ochiq tarzda qilishi ham yoki ikkalasi naidini, ikkalasi ko'rishib, prosta gaplashib olishi ularning ishi, ikkalasining ishi. Hozir bu yerda bo'lmaydigan narsa bu. Yo'q, umuman bo'lmaydigan narsa muhokama qilinyapti. Iloji yo'q narsani. Hozir minorga borib dis yozinglarsa, minor dis yozmaydi Instarga. Bu bir. Vizov tashlash kerak bo'lsa, battlega chiqish uchun Instar minorga ofitsialniy vizov tashladim men minorga deb chiqish kerak bo'ladi. Minor keyin qabul qilish kerak bo'ladi. Ana undan keyin formatini ikkalasi kelishadi. Yo'q, u minor ham battlega chiqishi menimcha tekin bo'lmasa kerak. Yo tekinmi? Boyagi savolim hali ham o'sha, qachondan beri dis battle degan narsa paydo bo'ldi? Dis bu battle emas-ku. Dis bu dis. Birinchi rapper, ikkinchi rapperni obro'sini tushirish uchun, hurmatsizlantirish uchun qiladigan ishi. Ayblarini o'zi to'g'ri deb bilgan narsalar o'sha rapper haqida. O'zini haqiqatlarini yozib tashlaydi, ustidan qotib tashlaydi, xohlasa haqorat qiladi. Bu yerda qoida yo'q. Xohlagancha so'kadi. Masalan, battleda format bor. Mana bu mumkin emas, bu mumkin emas deydi. Misol, shunaqa format ramkaga solinadigan battle bor. Ramkaga solinmaydigan battlelar bor. Poxxo'y battlelar bor, misol uchun zapad, chet elda demoqchiman. Bizda endi O'zbekistonda barib sal qaysidir mavzularga teginish mumkin emas. Bu bor narsada. Lekin dis battle degan narsa qachon? Nima u? Dis bilan battle'ni qo'shish ikkalasini kollaboratsiya qilingan varianti u nima u?
ikkita mayli, aytmayman. Boksyor bilan MMAchini urushtirmoqchidagi gapda u. Yoki kurashchi bilan bir-birini shunaqangi deb hisobladim men. Fikrim. Balkim bo'lishi mumkin, lekin Balki. dis battle'ga keyin yana bitta narsa. Dis battle'da hakam bo'lmaydi. Masalan, hozir men bitta reperga dis yozdim. Masalan, deylik Instarga men dis yozdim. Instar menga javob dis yozdi. Ikkita dis ham chiqdi. Har ikkala dis o'zini qiymatini, o'zini darajasida bo'lgan dis bo'ladi. Ya'ni hech kim unga baho berishga haqqi ham yo'q. Eminem eshitib ko'rib, o'zbekchani bilsa, Eminem eshitib ko'rib, mana buni disi zo'r chiqibdi desa, uni disi zo'r bo'lib qolmaydi. Bu haqidagi haqiqatlarni aytdi, bu haqidagi aytdi. Bo'ldi, yopildi mavzu. Tamom, ikkalasi bir-biriga gapini aytib oldi. Buni hakamlik qilinadigan format emas bu yo'nal dis. Bu disda ko'mib yoribdi. Xalq o'zi baho berib yoraveradi. Lekin xalqning bahosi bu rasmiy baho emas. Ya'ni bu yerda g'olib bo'lmaydi. Disda hech qachon esingizdan chiqmasin. Bu men bilmayman, men hech qanaqasiga qabul qila olmayman. Dis ikkita reper bir-biriga dis yozdirib qo'yib, ikkalasini disiga xalq baho beradimi? Hakam baho beradimi? O'zi hakam baho bermaydi. Dis hakam bilan baholanadigan yo'nalish emas. Baho bu subyektiv fikr bo'lib qolib ketaveradi. 100 mingta odam Instar zo'r qilibdi. Gap yo'q, lekin buni disi zo'rroq chiqibdi desa, 99 mingta odam Hayot Ergirmovich disi zo'r chiqibdi desa, bu 100 mingta odam bilan 99 mingta odamning subyektiv fikri. Ikki o'rtada ikkita reper bir-biriga haqiqatini gapirib oldi. Bo'ldi, tamom. Dis baholanmaydi. Ya'ni g'olib, mag'lub degan narsa disda bo'lmaydi. Men o'shancha aytayapman. Dis battle qayerdan chiqdi deb. Battle bor, dis bor. Battle bu iminni masalan hozirgi Uzrep yangiliklari kanali bo'ladigan bo'lsa, organizator bo'ladigan bo'lsa, uyushtirib format bo'yicha olib boriladigan yo'nalish battle. Ikkita tomon rozi bo'lsa bo'ldi. Dis bu hech kimni aralashtirmasdan, organizatorlarsiz, qachondan beri men bunga dis yozishim $500, men bunga dis yozishim $1000, kim pul bersa dis yozaman. Unaqa emas. Kimdirga dis yozmoqchimi, yozib yuboraversin. Ano javob beradimi, bermaydimi, u qiziq emas. Keyin javob bersa, xohlasa, o'zini muxlislari, aka, shunga bir narsa deb qo'ying, cho'ta dis yozdi sizga, javob bering desa, u xohlasa dis yozishi mumkin javobini. Lekin o'sha dislar ikkita dis. Rasmiy bahoga ega bo'lmaydi. Ya'ni bu dis yutdi degan narsa yo'q. Umuman mumkin emas narsa. Battle'da mumkin, hakam qo'yiladi. Bo'ldi, tamom. Endi savol. Minor bilan Instar battle bo'ladimi? U savol mengami, muxlislargami? Hammaga. Demak, unda mikrofonni o'chay bo'lardi, xohlasang. Ochsin. Minor bilan Instar battle'ini bo'lishini asoslab bersin. Bu qani nima qilsa bo'ladi, qani? Qanday qilib biz battle ko'ramiz ekan? Ikkalasini battle'ini biz ko'raylik. Menga yoqdi mana shu Minor bilan Instar battle'i bo'lsa zo'r bo'lardi. Qachon bo'ladi? Yaxshi homiy topilsa bo'ladi. Aha, ketdik. 0 dan boshlaymiz. Mana kim gapirdi hozir? Men, assalomu alaykum. Yaxshi homiy topilsa bo'ladi. Yaxshi. Homiyni organizator o'sha battle'ni ikkala MC'ni rozi qiladigan homiyni o'sha battle'ni organizavat qiladigan tashkilotchi deylik, bilay. Tashkilotchi o'z zimmasiga olish kerak. Kim tashkilotchi? Hozir mana 1 minutda nuqta qo'yamiz. Jimlik. Jimlik. Yo'q. Tashkilot qilish uchun avval minor ko'nish kerak-ku, hayot. To'g'rimi? Yo'q, masalan, nima bo'lish kerak? Green bilan minorda battle-ni ham uyushtirgan odamsiz-ku, masalan. Tushundim. Green bilan minorda battle bo'ladi bo'lib, keyin dis bo'lib ketdi. Shu sababli. Yo'q, battle bo'lgan, bolalar, mavzu dis bo'lgan. Yo'q, mana hayot. Men legendarniy bitta battle bor uzrep.comda bilsang, Lily Gangsta bilan kimdir dis degan mavzuga trek qilishgan-ku. Bilsang, mavzu dis bo'lgan, men ham shunga qarab, ya'ni uzrep.comdagi davrlar bir qaytsin deb mavzuni dis qilib o'rganman. Ha, tushundim. U birinchi xato edi, ikkinchi xato mayli, bo'ldi, tushundim. Tushundim, bu xato bo'lgandir balki, lekin u yoqda qonun qoida bo'lgan.
chestdan tegmaysan, ota-onani Yo'q, qo'shmaysan. o'sha narsalar. mavzuni tushundim. O'sha mavzuni hakamlar bergan-ku, to'g'rimi? Birinchi o'sha Lil Gangsta dis degan raund bo'lgan ekan, mavzusi dis deb nomlangan ekan. O'sha hakamlar mavzuni beruvchi kim bo'lsa ham, mavzu topa olmaganidan dis deb qo'yganda, tamom. Dis degan mavzu bu qanaqa u? Nima u? Bizda Shuncha ham shu mavzular mavzu turgan. topilmagandan shu dis deb qo'yganmiz desam bo'ladi-da, chunki Ha. sababi ikkalasida adovat juda kuchli bo'lgan shu vaqt. Green bilan Ha, ana shu. minorda. Aha. Polni tema Xo'p. ochilsin deb. Hop, deylik tasavvur qilamiz, tashkilotchi chiqdi. Davomi Itachi, davomi nima bo'ldi? Shunda tashkilotchi chiqdi deylik mana. Bor, puli ko'p odam chiqdi. Endi nima bo'lish kerak? Shu ikkala reperga aloqaga chiqish kerak. Hayot ko'nari menimcha minor kattaroq summa xohlaydi. Xo'p, ikkalasiga ham puli bor, beradigan odam bor. Davomi nima bo'lish kerak? Davom. Bo'ldi, Kuba battle e'lon berib tashkillash kerak bo'ldi. Homiy Bo'ldi, bo'lsa, asosiy. Yo'q pul yo'q, yo'q pulga muhokama edi, to'g'rimi? Shunda hozir haqiqatni prosta birinchi tanib olaylik. O't. Shu yo'q pulga prosta fanatlar janjali bo'lib turadi xolos. Assalomu Endi alaykum. boyagi gap Hayat aka, yoshingiz katta Labbay bo'lsa salom. kerak menda. Alaykum assalom. Ha. Yaxshi fikr berdingiz, yaxshi tushuntirdingiz hammaga. Men ham minorda eshitaman, qo'shiqlarini muxlisiman. Shu yerda yana bir ikkita muxlisi. Menimcha hech qaysi borib Instagram kommentariyasiga so'kib yozib, unaqa qilmagan bo'lsa kerak. Endi ayrim birlari borda, kam miqdorda, ayrim birlari yozsa, shularda muxlislarida so'kingani uchun bizda ham biroz jahlimiz chiqdi. Va o'sha ayrim muxlislariga bu narsani siz tushuntirib berishingiz kerak. Ayrim muxlislari deb. Bu O'sha boyagi gaplarim endi ayrim muxlislar. Mana, boyagi men aytgan gaplar Instagramga kelib komment yozgan muxlislarga tegishli. Battle qilasanmi? Do'qing yetadimi? Hayot aka, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Gapini tugatib olsin bo'ldi, bitta berasizlar, qochib ketayotgan yo'q. Hayot vaqti bor-a? Gapir. Yo'q. Birinchi savolingizga javob bermoqchi edim Yo'q, aka. savolga javob bermay Birinchi aytdingiz nimaga Instagramga kelish kerak? Voy, yana qarang, brat. Bo'ldi. Sen tushuning hozir. Gapirib oladi, keyin savolni berasiz. Yo'q, beraversin. Bo'ldi, men gapiraman. Yo'q, boyagi gapni tugatib qo'yish kerak-ku. Qaysi gap edi? Battle masalasi, hayot mana bu. Instar kommentiga emas, minor kommentiga yozinglar. Instar kommentiga emas, Detroit saytiga. Shunaqa. Mana boyagi Instar kommentiga kelib yoki lichkasiga yo gruppasiga yo boshqasiga kelib yozgan minorni hammasi emas. Ayrim o'sha aynan yozgan muxlislari Instarga emas, minorga borib yozsin, dis yozing shunga desin. Battle masalasida esa pul kerak. Endi bering savolni, boyagi brat qaniki gapirayotgan. Gapiring. Javobingizmi, savolingizmi bor edi-ku. Qarangda aka, shu minorga borib aytsin deyapsiz-ku siz aka. Ha. Hozir minor o'sha anchadan beri battle temalardan chiqib ketganda, dis temalardan ham tulki oxirgi marta shu Green bilan battle qildi, dis qildi keyin bitta. Hozir danni yuraymi Instar battle temasida yuribdi. O'zini hozircha nomer 1 deb hisoblaydi battle temasida. Hozir hech qachon muxlislar borib turib, u yerda uni normalniy treklar chiqarayotgan minorga borib aytmaydi yerda hech qachon. Bu yerda battle qilayotgan odamga Instarga borib turib shu gaplarni aytishi mumkin-da, muxlislar borib turib, shu bilan disqil battle qil deb. Keyin minor tomonidan hali hech narsa bo'lmasa, bu yoqda Instar so'kib tashlasa, bu ham nitoda aka. Keyin bu yerda shu tema bo'lyapti aka. U Instarga borib aytadi, по-любому. Bu yerda normalniy trek qilayotgan ijodkorga borib aytmaydi. Bu yerda battle temasida yurgan nomer 1 reperga aytadi. Davay, kuchli ekansan, zo'r ekansan, shu bilan battle qilib ko'r, dis qilib ko'r, shunaqa deb. Bo'ldi. Assalomu Mana sizga alaykum. savoling. Men bitta narsa aytib olay, bo'ldi. Men hozir esimdan chiqib ketmasin. Bo'ldi, Instagramga kelib aytar ekan, minor kommersiya ijodga o'tib ketgan, normalniy treklar qilib yuribdi deysiz, to'g'rimi? Bu o'zini yo'lida yuribdi minor. Instar hali ham battle temasida yuribdi. Po-любому kelib Instarga aytar ekan. Xo'p,
Men kecha videoni ko'rdim, Kuba tashlab berganda ko'rdim. Instarga 1 tiyin pul ham kerak emas, tekinga ham shunday qilib beraman battle. Mayli dedi. Instar rozi bo'ldi. Endi boyaga yozganlar so'kadimi? Bu Instarning o'zini shaxsiy ishida endi bu. Ularni so'kadimi? Normalniy javob beramiz. Salom alik qilib javob beradimi? Farqi yo'q. Jahl bilan muloyim. Betda Instar javobi aniq-ku. Bo'ldi, qilaman deb turibdi. Endi boyaga muxlislar nima qilish kerak? Qanday Instar kommentiga kirib kelgan bo'lsa, keyin borib minorga aytsa bo'ladi. Ha, minor rozi qilsa endi. Nima qilay bunga har kuni yozib. Men u videoni eshitdim-da, Kuba tashlab bergan videoni eshitdim. 3 yildan beri dedimi, 5 yildan beri dedimi? Jonimga tegib ketdi uje. Men u qiskim keladi dedi. Minor bilan chiqasanmi? Voy, chiqaman deb turibdi. Bizga shu kerak. Mana masalan, menga qiziq rostdan ham. Men u uchun aytganim yo'q. Menga pizdes qiziq mana shu narsa chiqsin. Endi muxlislari boyaga ayrim kelib yozgan muxlislar hammasi emas, aynan yozganlari dediga bo'ldi, men roziman deyapti. So'ksa, o'zini qaytarib so'kib qo'ysin, bo'ldi. Bizani nimaga so'kadi? Unaqami, bunaqami? Bo'ldi, seni so'kibdi. Xo'p, nima qilish kerak endi shunga? Qanaqa javob bersin? Bo'ldi. Assalomu Men alaykum, roziman. hayot aka, bo'lmisiz? Va alaykum assalom. Rahmat, yaxshi, o'zingiz yaxshimisiz? Bitta fikr borda adekvat odam sifatida. Mana men Nima? sizni hayot akani, minorni, taniyinni, juda deyarli hammani eshitaman-da. Yo'q deganda shu tuti trek quloqda aylanadi kuniga. Endi minor bilan Instar temasiga keladigan bo'lsak, siz repersiz. Siz biror marta kommentga kirib muxlislar bilan urushganmisiz shu kungacha? Yoshligimda bo'lgan. Yoshligingizda Instar ham o'zini yosh bola deb o'ylamaydi. Masalan, minor haqida tema ketdimi, chatga kirib urushadi. Hech qachon mana ana kanalda 700 ta odam bor, hayot akani biror marta kiring, birorta kommentiga minor haqida tema ochib yozmagan birorta muxlis mana men kuzatib turaman. Lekin hayot akani o'zi 4 minut, 4,5 minutlik qilib minor haqida golz tashlaydi, urush ochib qo'yadi. Keyin bu yoqda Kuba chat ochadi, meni jonimga tegdi. Erkak kishida gap bo'lish kerak-da. Men 1 yil ichida deb o'tkalayotgan, men minordan ko'p fanat yig'aman degan, bu o'tkalayotgan mana bu yil 1 yil o'tdi, yaqin keldi, hali 700 dan ko'p odam yiqqani yo'q Telegram kanalda. Prosmotr u neroda tursin o'ynasin. Adekvat odam sifatida hayotda ham, minorda ham, siz ham hammani eshitaman. Lekin 100% ayb Instarda. Chunki reper odam kommentariyada urushmaslik kerak, lekin reper odam boshqa reper haqida o'zining kanalida 4 minut, 5 minut qilib go'z yozmaslik kerak. Nihoya qiziq bo'lmaslik kerak. Masalan, siz hech kim qiziq emas-ku, to'g'rimi? Sizni kanalingizda biror marta birortasini bir yozganingizni ko'rmaganman. Masalan, Bad Boy bilan minor temasiga ketganda Bad Boy yozgan, minor ham yozgan, Green ham yozgan bir-biriga. Lekin minor indamaydi, har safar Instar ha disotsin, atvet qiladigan qilib disotsin. Mana kreativ otdi. Kreativ sen o'g'risan deb disotdi, lekin o'g'irlangan minus bilan disotdi. Nimaga ilmadi meni? O'g'irlangan minusi bilan o'g'risan deb disotdi. Bu ma'no, qani mantiq yo'q. Xo'p. Dis otmaydi-da Instar. Nimaga otmaydi? Atvet qiladigan disotib qo'ysin. Bo'pti, o'sha chiqaradi-ku oxirgi marta kim bilan Black Hole'da qaysi bitta bolasi bilan disotdi deb bir-bilan battle qilyapti. Tekst qarang, 2 barmog'ingizki, sevgan marjonangizki. Qani ma'novatda biladi. Qaysi biriga minor kuzatib narsa qilish kerak. Ma'no, mantiq yo'q deb biladi. Assalomu alaykum, hormangiz yaxshimisizlar? Biladi. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi, sog'lom? Nima qanaqa 2 barmog'ing nima dedi, tushunmay qoldim. 2 barmog'ingizki, sevgan marjonangizki deyapti tekstida. Ha, brat, shu yaqin orada shunaqa battle track yaqin yillarda eshitdingizmi mana shu jamaga aytilgan trekda? Qanaqa jama men yaqindan boshladi-yu, no name'lar bilan battle qilgan bo'lsa eshitmagan bo'lsam kerak, lekin Instar bilan qilgan battleni eshitdim. Shundan yaxshiroq battle track eshitib ko'rdingizmi yaqin yillar ichida? Battle track Wasabi'ni mana yaqinda bu yoqda Usteran brat o'zi narsa qilib beribdi, chiqardi. Ashun trekda ham ma'no, mantiq bor. Vigga bilan battle. Tuba brat. To'g'rimi yoki yo'qmi? Yo, savolni hayotga beringlar. Hayotni ushlab o'tiribmiz biz. Qani chiqib ketdimi? Men bo'ldi, hayot aka savol bor. Qani bormi? Hayot chiqib ketdimi yo? Shetda, Kuba. Demak, hayot aka savol bor. O'zimiz fikrimizni aytaveramiz, bo'ldi. Vaqt ko'p. Bo'ldimi? Savol beraveraymi? Bering savolni hayot 23 ga. Hayot aka, minor bilan Instar battle katta ehtimol bo'lmaydi. Unga ko'ra Instar bilan hayot 23 battle'ga qaytaylik. Bo'laganmi, bo'lmaydimi? Shu savol menda. Buni Kubadan so'raylar.
Mana shu ancha qiziqroq, chunki ikkalangan battle MC'sizlar. Siz ham oldin eng kuchlilardan bo'lgansiz, shuning uchun ancha qiziq. Shu tushundim. Mendagi javob men har doim tayyorman, lekin uni qiymati bor. Bo'ldi shu. Shu. Короче, Hayot er 23 bilan Instar battle'ni bolalar qilsa bo'ladi. Qilib bo'lmaydi emas. Faqat bolalar, bitta masala borki, biz Hayot er 23 ni ya'ni ketkazgan vaqtini bilasizlar, ishlaydi, bekorchi emas. O'tirib faqat telefon chiqolib o'tiradigan xarakteri yo'q. Shuni ketkazgan vaqtini biz bolalar qoplab berishimiz kerak. Bu ishini ozgina vaqt, bir muddat menimcha yig'ishtirib qo'yadi-da, to'g'rimi? Shunaqa o'zi luboy boshqa odam ham shu-da. Ishini ozgina bir muddat vaqt yig'ishtirib qo'yib, keyin u battle'ga qaraydi. Misol 15 kun ketadimi, 20 kun ketadi, to'g'rimi? Balkim. Misol bir oyda hozir qancha pul topasan? Hayot, mana ochiqchasiga gapiraveray, qo'rqmasdan. Yo'q, mana hozir qish keldi, mana qish kelganda har doim menga ham qish keladi-da. Misol uchun men futbol forma-ku biznesim. Mana shu O'zbekiston bo'yicha komandalar, mahalla, bank, tashkilotlar, menda forma oladiganlar bor. Men o'sha yo'nalishni bir 4 yilmi, 5 yil oldin boshlaganman. Klientlarim bor. Ular futbol o'ynashni to'xtatadi. Qish kelganda o'zi ko'chada odamlar hozir kimni mahallasidagi gazonda hozir kimdir futbol o'ynayapti. Hamma gazonni sveti o'chiq hozir. Menda futbol mavsumi boshlanganda 20-25 million. Futbol mavsumi o'lgan paytda 18, 12, 11 aylanib yuraveraman shunaqa har xil. Demak, chinollar ekan o'g'illar. Shunaqa. Agar men hozir kim bilan battle qilmoqchi bo'lsam, deylik, Instarmi yoki bilmam, luboy kimdir men sen bilan battle qilmoqchiman, mana shunaqa YouTube kanalga chiqadi. Limit mana shuncha desa, men uni kim o'zi birinchidan misol uchun eshitib chiqishim kerakmi? Kim u? Keyin tekst olishim kerakmi? Bir ikkita uchta bitga trek yozish kerakmi? Unga vaqt kerakmi? Men o'sha narsalarni qilaymi yo pul topishda davom etaymi? Agar unaqa bo'ladigan bo'lsa, ikkalasidan bittasini qilishga ikkita otda chopib bo'lmaydi-da. Ikkita otda chopib ham ikkita marraga ham bora olmay qolish mumkin-da. Qanaqasiga? Bitta otda chopish kerak-da. Bo'l, tushunarli. Hayotdagi aniq summa bormi hozir belgilangan? Nima bormi? Aniq summa. Shuncha bo'lsa chiqaman degan. Buni Kuba biladi. Summa haqida gap bo'lmayapti bu yerda. Buni Kuba biladi. Aka, summa haqida gap bo'lyapti aka. Hayotda chiqishi uchun menimcha minimalni yo 8 yo 10 million pul bersalaring, Hayot 15 kunda trek qilib berib, sizlarni battle atmosferani his qildiradi. Mening fikrim bo'yicha Kuba bo'ladi. Bitta savol berib olsa bo'ladimi Hayot akaga? Beringlar. Shunaqa desang bo'ladi. Hayot aka, bitta savol bor edi sizga. Mayli. Arranger bilan Instarda face to face battle'da hakam bo'lgansiz, to'g'rimi? Arranger Instar battle Angrenda bo'lgan, borib yuzma-yuz face to face'da hakam edim. Hakamlardan bittasi edim. O'sha Fayzi, siz, Dezbulov, adashmasam shu 3 kishi edi. Ha. O'shanda endi bu noto'g'ri vыбор bo'lgan yo boshqa narsa emas. O'shanda agar e'tibor bergan bo'lsangiz, Instar faqat eski treklardan freestyle terib berganda, Arranger bo'lsa u face to face ga umuman yangi narsaga tayyorlab kelgan. Siz ovozingizni Instarga berganingiz adashmasam, ko'proq punch bor, raznoобразие ko'proq. O'shanda siz xabaringiz bo'lganmi? Ya'ni Instar eski treklarini yana qaytarib aytganidan boshqa raunddagi treklarini yo bundan xabaringiz bo'lmasdan Instarga ovoz berib o'rganmisiz? Hozir eshitdim men. Eski treklari bo'ladigan bo'lsa, mana hozir eshitdim. U o'sha face to face battle'da Arranger bilan bo'lgan face to face battle'da Instar undan oldingi raunddagi treklarini taxlab, masalan, Samarqand degan joyini Farg'ona deb, ya'ni shunaqa har xil joylarni ozgina o'zgartirib turib, face to face battle'da treklar tayyorlaganda umuman yangilik qilmagan. Arranger bo'lsa faqat yangilik terib chiqqan. Ya'ni Fayzi ham bunga e'tibor bermagan, siz ham bunga e'tibor bermagansiz. Uchinchi hakam kim edi bilmadim, lekin Arrangerga ovoz bergan, u ham e'tibor bermagan.
Shuni bilmaganmisizlar rostdan demoqchiman. Yo'q, bilmagan ekanman. Hozir eshitdim mana. Bilmaganman, lekin o'sha yerdagi punchlar ko'proq edi, rostdan ham. Yo'q, to'g'ri, u muammosi yo'q. Lekin eski trekida hammasi o'sha kuni adashmasam Arrangerda o'zi ham aytgan Fayziga. Hamma treki eski desa, Fayzi aytganda eski bo'lsa ham bu bolada har xil narsa bor. Ham dezodorant sepib tashlayapti, shunaqa deyapti deb ko'p gapirgan. Shuni aytib qo'ymoqchiman. U yerda 90% trek hammasi oldingi raundlarda bo'lgandi. Zo'r treklar, to'g'ri, lekin Instarni oldingi yutug'ini raundlarda bo'lgan. bilasizlarmi? Hayot, mana o'zim fikrimda aytganman, shu battle'ni ko'rganmiz 2 yil oldin, Rossiyada yurganimda ham. Instarni ko'proq yutug'i, ya'ni ko'proq u video taraflama ishlashni biladigan bola. U televideniyada yuradi, jurnalistikada o'qigan, mimikani, aktyor sifati bor. Ozgina bo'lsa ham bor. Ya'ni kamerani oldida nima qilishni bilmay qoladi. Arranger MP3 battle'da yurgan faqat. U video formatiga o'tmagan u davrda. U videoda qanday tushish kerak, qanaqa obrazga kirish kerak, u narsalarni tushunmaydi. Shu vaqtda Instar foydasiga ishlagan u video battle. Tushunyapsizlarmi deb. Bu meni o'zim shaxsiy fikrim. Qaysi video battle? Ana shu bo'lgan-ku versus face to face. Alisherning mana partiyasida, to'g'rimi? Ana shu vaqtda, ya'ni Instarni foydasiga ko'proq ishlagan. Chunki Arrangerda face to face yo'q hayotida. Bo'lmagan versus videoga tushmagan, klip olmagan u bola. MP3 bo'lganda yangi trek chiqarish kerak bo'lib qoladi. bola Face to face'da oldingilar bir urib tashlagan. videosini ko'rmaganman, Arrangerda mikrofon ushlab bir mana da qo'shiq aytganni jonli ijro qilib shu vaqtlarda. Undan keyin chiqdi Arranger bizda battle'ga, opti yanada oshdi. Men o'ylayman shu vaqtda Arrangerda slabi tarafi mimikasi va aktyor sifati, u yoqda sal bo'lsa ham aktyorlik kerak bolalar. U versus-ku, video bo'lyapti bu yoqda. Jonli ijro bo'lsa ham. Shunda o'ylaymanki, Arrangerda nisbatan shu tarafdan zaiflik bo'lgan. Lekin ikkalasi ham yorib tashashgan. Yomon aytmagan, Arrangerda men yomon aytgan deya Yo'q, olmayman. Arranger texnikasi zo'r. Men qoyil qolaman u bolaga, o'ziga ham aytganman, oldin ham, hozir ham texnikasi zo'r. Nima qilsa bo'ladi, nima deydi? Ijod qilsa bo'ladi, dalshi o'zini yo'nalishini topib. Unda endi rang-baranglik yo'qroq edi-da, sal. Shu savolni bitta tugatib qo'ysam maylimi? Mana shuni berib tugatardim shu temani. Xo'p. Masalan, siz mana hozir bildingiz, u yerda bir 90% trek oldingi treklar bo'lgan, oldingi raundlarda bo'lgan. Vibir o'zgaradimi yo Instarligicha qolarmidi siz uchun? Agar 90, rostdan ham agar 90% bo'ladigan 100%. bo'lsa, 90% 100%. ha. 90% eski finalgacha bo'lgan raund, xuddi o'sha battle'ni, o'sha sezondagi 1, 2, 3, 4, 5 raund deylik, 6 raund deylik, final deylik, mayli. Birinchidan 5-gacha raundlarini o'sha kuni bizda face to face battle'ga tomosha qilishga borganimizda, hakamlik qilishga borganimizda, shunda получается Instar 5-raundgacha, 1-raunddan 5-raundgacha bo'lgan, yozilgan oldin anaqa qilib bo'lgan treklarni boshqatdan aytib berdim finalda. 90%. Mana masalan, qarang, Samarqand Oqqiladi salladi hattoki degan joyini, xuddi shu joyini o'zgartirib, Farg'ona Oqqiladi salladi hattoki deb sal shu joyini o'zini o'zgartirib, qaytadan urib yuborgan ikkinchi nimasida, ikkinchi raundida. Birinchi raundida, ikkinchi raunddagi trekini aytib bergan. Xullas, uchala raund ham 3 ta raundga bo'lgansizlar. Angrendagi face to face 3 ta. Uchinchisi minusga o'qib yuborish bo'lgan trekda. Arrangerda aytib bergan treklarini 90% yangi bo'lgan, Instardagi 90% eski bo'lgan. Bu 100% fakt. Agar bitta o'sha battle qaytadan ko'rsangiz, Arranger o'zini og'zidan ham aytgan. Ya'ni eski buni treklari hammasi deganda Fayzi farqi yo'q, eskimi yangimi, zato raznobraziya bor degan. Xuddi shu gaplar bo'lgan. Bitta eshitib ko'rsangiz, yana shu gaplarni ham ko'rasiz. Lekin Instarda punch bo'lgan eski trekdan tashqari yangisi ham bo'lgan, misol uchun sen oldin Minorga qarshi ketgandan keyin sen studiya Minor Records bo'ldi degan panchlari o'tda yengida, 100% deb tashlamanglar akalar. Yo'q, 90% deyapti. 10% yangi. 90% bo'lsa mayli, lekin 100% o'tda eski trek emasda. Yo'q, 90%ligi 100% degandek bo'ldi-yu. Agar unaqa bo'ladigan bo'lsa, agar men o'shani o'sha yerda bilib, ko'rib, bilib turib, 5 ta raundni ham eshitib, agar o'sha 90% ni qaytadan o'qib berdim, hozir bu deb misol uchun bilganimda men raund bermasdim-da. O'sha imенно
Iminni qaysi raundda ishlatgan bo'lsa, o'sha raundiga minus berardim-da. Misol uchun. ikkita raund ketardi, bo'ldi. Shu. Ikkita raund ketardi, shunda bu umumiyda yutqizib qo'ygan bo'lishi mumkin edi. Da. 2 yil orqaga qaytyapmizmi endi hozir? Ha, yo endi. Yo, bo'lishi mumkin. Men endi to'g'risi men hozir bildim-da, men hozir hali ham unchalik yana o'qiganim yo'q, bo'lishi mumkin emas deb turibman endi, bilmadim. Agar yo'q, haqiqatda fakt 100%, 90% eski qatorlar, umuman boshqatdan hech narsa yozilmagan, 10% ga boshqatdan yozilgan, 90% oldingi raundlarni boshqatdan aytib berdi deydigan bo'lsa, men minus qo'yardim-da. Misol uchun bilganimda o'sha yerda. Endi bu narsa hozir hech narsani o'zgartirmaydi-da. Hayotiga Instar bir 80-90% ishlatgan, Arranger 20-30% eski trekdan olib ishlatgan. Shu haqiqat shu. Ha, mayli endi u bu Chiqib ketdi narsani kerak yo'q edi o'zi. bu narsa bu olimpiada emas-da, misol uchun olimpiada medalini olgan 2000-yil Sidneyda olimpiada bo'lgan bo'lsa, tosh ko'taruvchi oltin medal olgan bo'lsa, bu doping ekan o'sha payti deb 20 yildan keyin ham medalni bekor qilib yuboradi-ku, unaqa narsa emas-ku bu endi. Bo'ldi, o'tdi ketdi. Shunaqa. Yana qanaqa savollar bor bolalar? Mana qiziq temalarni ochyapsizlar. Yo, men Hayot akaga savol. Hozir men bir narsani aytib olay, savoldan ham oldin. Boyagi narsa kimdan tushunmovchilik bor? Dis baholanmasligi haqida. Ikkita reperni dis battle qildirish bu mumkin emas narsa. Dis bu alohida o'zining ishi, hammani o'zining ishi. Yozish ham, javob berish ham hammani o'zining ishi. Unga hakam bo'lmaydi hech qachon. Reaksiya bo'lishi mumkin. Tushunyapsizlar? Aytdimmi? Eminem reaksiya bersa ham, buniki zo'r, buniki yomon desa, bu Eminem shaxsiy fikri, qolgan odamlarga Eminemning fikri qiziq emas. Bo'ldi, tamom. Subyektiv fikr u. Bu subyektiv fikr bo'ladi. Shu aytgan gapingizga bir narsani so'rasam, balkim noto'g'ridir. Xo'p. U yerda panch berilsa yoki haqiqatan tilidan yeb qo'ygan gapni gapirilsa, misol uchun siz hakam bo'layotgan vaqtingiz shu narsalarga ahamiyat berib, men bu yutdi, chunki bu men tilidan yeb qo'ygani uchun yeb qo'yganini gapirdi, keltirib ber oldi. Baho qo'ysa bo'ladimi, yo'qmi? Nimaga? Diskami, battlega? Ha, diskga. Diskga reaksiya berish mumkin. Baho bera olmayman men. Reaksiya bildirishim mumkin. Yedirib qo'ydi. Gap yo'q. Bu men bunaqa degan joyi bor edi. Bu o'shani o'ziga keltirib berdi. Po faktu. Gap yo'q, lekin zo'r yozibdi disini deyman. Bu meni subyektiv fikrimligicha qoladi, lekin ikkita disdan qaysi biri zo'r chiqqanligi haqida bu nuqta qo'ymaydi. Bu narsa o'shanga iminni daraja berishga emasda. Gapimni ham topolmay qoldim-da tushuntirish uchun. Meni fikrim bu, meni fikrim. Har ikkala reper o'zi uchun aytgisi kelgan gapini aytib bo'ladi, har ikkala tomon o'zi uchun yutadi. Birinchisi ichidagi haqiqatini ikkinchi reper haqida aytgani uchun o'zi yutadi. Birinchi reper o'zi uchun yutdi. Ikkinchi reper javob bersa, o'zi uchun yutdi. Javob bermasa ham o'zi uchun yutgan bo'lib yuraveradi. Men bunga javob bermayman, bu meni tengim emas. Bo'ldi. U o'zi uchun yutgan. Reperlarni o'zi hal qiladi. Ikkita odam hal qiladi xolos. O'zi uchun hal qilib oladi. Agar ikkinchi reper misol uchun deylik birinchi reper dis yozdi, ikkinchisi javob yozdi-ku, o'shanda har ikkala reperdan bittasi qaysi biridir o'z og'zi bilan bilan javobida meni yutdi, yorvordi desa, bo'ldi, u yutdi. Reper tan olish kerak betdi. Lekin bu 99.9 bo'lmaydigan narsa. Men tarixda hech eshitmaganman. Kimdir birovga dis yozadi-da, ikkinchisi unga javob yozsa, qoyil qoldim, respekt. Bo'ldi. Birinchi disrespekt qiluvdi. Hurmatsizlantirib, haqorat qiluvdi. U tomon javob bergandan keyin birinchi dis yozgan reper o'z og'zi bilan storiesigami, kanaligami yordi, gap yo'q. Respekt deb fikrini o'sha ikkinchi reper haqidagi fikrini o'zgartirsa, unda bu o'zini yutqizganligini o'zi tan oladi. Buni hech kim yutdi, yutqazdi deyishga hech kim haqqi yo'q. Disda. Battleda hakam bor, hakam baholaydi. Endi o'sha gap kelganda aytaman. Battle hali ham men kuzatdim, men barib kuzatib yuraman. Misol uchun bilmayman necha yildan beri ijod qilmasam ham, lekin kim chiqdi, qanaqa ijodkor, masalan, undergroundda-da. Kuzatib yuraman. Kimdirga vizir tashiydi-ku. Mana shu narsani ham bilish kerak-da. Vizir tashashni ham
Masalan, battle bo'lishini birinchi o'zi battle degan mavzu ochilishiga sabab kimdir viziv tashlashi bo'lishi kerak. Agar bu shou bo'ladigan bo'lsa, organizator o'zi ikkita tomonni Goof bilan Ptaxani qanday battle qildirdi? Goof bilan Ptaxa battle bo'ldi-ku versus. Ikkalasi ham battle MC emas. Versus battleda shu battle bo'ldi. Buni organizator ikkalasiga ham o'zini pulini bergan. Goofga misol uchun 2 million, 3 million, bunga 1 million bergandir, ikkalasini battle qildirdi. Show, prosmotr uchun bo'ldi bu narsa. Polni hype. Endi agar bunaqa bo'lmasa, birinchi tomon viziv tashlasa, ikkinchi tomon o'zini narxini qo'yadi. Bo'ldi, men battle qilaman, shuncha berasan deydi. Birinchi tomonga aytadi. Shu joyda moment bor. Birinchi viziv tashlagan odam qancha, masalan, ikkinchi tomon pul so'radi, misol uchun O'zbekiston sharoitida deylik $1000, $1,500 pul so'radi yo 2000. 2000 mi? Bo'ldi. Mana $2000 o'rtaga qo'yiladi. Kim yutsa o'sha oladi. Sen ham 2000 qo'yasan. Unaqa bo'lmaydi. Sen viziv tashladingmi? Anoni bezovta qilganing uchun o'sha bezovta qilishingning narxini qo'yapti. Menga pulni ber, chiqaman sen bilan battlga deyapti. Keyin birinchi viziv tashlagan tomon nima deydi? Bizda bu kasallik, bu sindrom bu. Viziv tashlab turibsan. Ikkinchi tomon bo'ldi, qilaman sen bilan deyapti. Bo'ldi, bitta jentra ber, qilaman men sen bilan deyapti. Bo'ldi deyapti birinchi tomon, viziv tashlagan tomon. Mana jentra kalit, mana kim yutsa shu oladi, sen ham bitta jentra qo'yasan deyapti. Bu nima degani? O'zi yuruvdi-ku o'zini yo'lida. U nonvoy edi, nonini yopib, non sotib yuruvdi. Sen o'shanga viziv tashlading. U aytayapti, men non yopmayman, mayli sen bilan battle qilaman. Bir oy tayyorlanaman, pulimi ber deyapti. Kim bu aytayapti? Yo'q, sen ham bitta jentra olib kelasan, o'rtaga qo'yamiz. Bu hype bu. Bu hype-pajorlik. O'sha ikkinchi reper orqasidan hype ishlash. Chistlik hype mana shu bo'ladi. Yuruvdan u o'zini yo'lida yuruvdi, bu viziv tashladi. Bo'ldi, men sen bilan battle qilaman, $2000. Bo'ldi, mana 2000, sen ham 2000 olib kel, keyin dal cho'zaveradi. Bo'lmaydigan narsalarni o'zi ham bilib turibdi. Ana ikkinchi tomon nimaga o'zidan o'zi yurgan yo'lida tinch yuruvdi. U ana riskka borish kerak. 2000 balki yutqazib qo'yishi ham mumkin-ku. Bu battle hech kim bilib bo'lmaydi. Mana viziv tashlagan tomon yutib qo'yishi ham mumkin, lekin ikkinchi tomon o'sha yutadimi, yutqazadimi, battlega chiqishi uchun o'zini pulini olish kerak. O'zidan o'zi yurgan yo'lida zo'rdan zo'r chiqishi bu fakt, bu zo'rdan zo'r chiqaveradi. U yuruvdi-da, bunga viziv tashlagani uchun 2000 so'rovdi. Bo'ldi, 2000 beraman, sen ham 2000 qo'yasan. Kim yutsa o'sha oladi 4000 ni deyapti. Bu birinchi viziv tashlagan. Vobshe noto'g'ri narsa. Keyin u ham mayli deb 2000 olib kelsa-da, keyin yutqizib qo'ysa-chi? Mumkinmi? To'g'ri. Birinchidan $2000 yutqazib qo'ydi, ikkinchidan 1 oy vaqti ketdi. U yana pul topishdan qolib ketdi. O'zini yo'lidan burilib qo'ydi-da, o'zi relsdan chiqdi-da, boshqa relsga o'tdi-da. Hayotda yana bir savol bor edi. Shu narsani to'g'rilab olish kerak. Qachongacha ana bo'ldi, u hype. Kim shunaqa qilsa bilinglar, hype-pajor bo'ladi. Mana shu hype deyiladi. So'ragan pulini bersin, tamom, nuqta. So'ragan pulini bersin, nuqta, tamom. Bo'ldi. O'ta to'g'ri fikrlar bo'ldi ama. Hayotdagi savol bor degan ozgina, ikkita savol bor. Green bilan Minor dislashganda o'zidan reaksiya qilgan streamni ko'rganmiz. Bilasiz, Uzmir ozgina partiyaga qo'shilgan orada pripevga. Ha. Shunda hozir ham Green tomonlar aytadi, 2ga 1 bo'lib qolgan deydi. Shu to'g'rimi? Ikkinchi savol, Konsta bilan Minor dislashganda qaysi birini yutgan deb hisoblaysiz? Birinchisida ano disiga sherigini qo'shgani o'zini ishi. Biz hozirgina dis bo'yicha gaplashib bo'ldik. Dis ikkita reper o'zi uchun yutqizganini o'zlari tan oladi. 99.9% tan olmaydi. Kimdir yutganini ham. Qolganlar agar meni fikrim bo'ladigan bo'lsa, u javob disida ikkinchi odamni qo'shgani o'zini ishi. Xolasa uchinchisini ham qo'shishi mumkin edi. Ya'ni bu yerda ikkinchi odamni qo'shilgani bunga dis yozgan bolaga uni ham gaplari bor ekanda, zo'r chiqibdi deyiladi, bo'ldi. O'sha Uzmir qo'shilganmi? Uzmir pripev qo'shgan-ku, Greenga nisbatan hech qanaqa gap aytmagan-da. Bo'ldi. Bo'ldi, o'sha trekini muxlislari uchun dis yozish bilan birga muxlislarini yanada bir xursand qilib, trekini sal bo'lyano melodichniroq qilib, minorni bu serqirraligini, o'zini kimligini ko'rsatish uchun yonidagi sherigidan foydalangani, o'shani bu dis baholanmasligi aniq-ku. U o'shanda ham o'sha yerda shu trekim ham chiroyli chiqsin debdi-da, bo'ldi, tamom. Bu 2ga 1, 3ga 1 bo'lib qolgan, u bo'lib qolgan, bu bo'lib qolgan. Bu hammaning shaxsiy o'zini subyektiv fikri.
3ga 1 bo'lsa ham, 2ga 1 bo'lsa ham kimni o'sha po facto yedirib qo'ygan bo'lsa, buni hamma o'zi uchun bilib oladi, bo'ldi. Lekin haqiqatga qaraydigan bo'lsak, to'g'ri Uzmer qo'shilgan va Minor Dion nomiyman bu battle tashkillashtirib, kreativni ham 4 qator joyini mana bu Green'da ham kreativ yozib bergan, uni ovozi qolib ketganda. Ya'ni kreativ 4 qator joyini yozib bergan, ovozini o'zgartirgan programmada, keyin bolalar разоблачение qilib studiyada kreativ ovozliligini isbotlab berishgan. Shunda kreativni o'zi ham tan oldi kechami, shu o'tgan hafta menda qo'shilganman Green'da desiga, lekin xohlamasdim qo'shilishni, prosta yozib berdim demo qilib, shuni qo'yib yuborishdi. Shunda 2-2 bo'lib qolgan deb hisoblayman men. Endi bilmadim, misol bunda Uzmer qo'shilgan bo'lsa, bunda kreativ qo'shilib qolgan. Shunday bo'ldi. Hayot aka, lekin u diss track emas, battle track bo'lganda, battle tashkillashtirib, hakam hal qilishganda ovoz berish. Mavzu diss, lekin track battle track bo'lganda-da. Battle track bo'lgan, mavzusi diss Da, bo'lgan. battle. Mavzu diss va hakam esa xalq bo'lganmi? Da, xalq hakam qilishgan. Buni Shuning uchun aniqroq savol berishsa, to'g'ri javob berarlar-da. Bu xalqni hakam qilish noto'g'ri-da o'zi. Shou-da bu, o'zi nomi bilan shou tashkillashtirilyapti-ku mana. O'sha kim yutdi? Kommentga yozinglar yoki like anaqa yutgan deganlar nima? Birinchi reper yutdi deganlar unaqa qilsin, ikkinchi reper yutdi deganlar bunaqa qilsin deb odamlarga qo'yib berish, bu чистый shou. Arabi bo'lmasam nimaga Kuba hakamni tashkillashtirmadi o'sha paytda? Hakamlarni Kubadan so'raylarda. Hakamlar bolalar misol uchun Fayzini qo'yishi mumkin edi. Hakamlar Hozir Hayot akaga savollarimizni berib olay, keyin berarsizlar Kubaga bu javobini savollarni. beraman. Hakamni bolalar, u hakamga yozganman. $500,000 degan bu hakamga yozganman, vaqtim yo'q degan. O'zi bularni battle tashkillashtirishga daxoya pul ketib qolganda. Yo, to'g'risida. Men pul ishlab chiqaradigan apparatim yo'q-ku, chiqib chiqaradigan. Bo'lmasa 3 yil oldin bo'lgan. Undan keyin Hayotni o'zi reaksiyasini qilgan, Fayzi reaksiya qilgan, ikkalasi ham menimcha Minorga plus o'zini fikrini aytgan. Minor kuchliroq track qildi deb. Undan keyin mana oradan 3 yil o'tyapti Hayot, 3 yil oldin pashta bo'ldi bu battle. 3 yil o'tgandan keyin Green o'zi intervyu qilyapti, Xo'ja aka bilan. Xo'ja aka bilan intervyu qilyapti. Tan olyaptiki, Yo, ismini aytmaylik iltimos. Qaranglar. Demak, taqiqlanadi nima? Taqiqlanadi ismini aytish. Avtorskiy pravo kelib qolmasin yana. O'zi tan olyapti, men yutqazganman Minorga deb. Reperda o'zi tan olib o'tiribdi intervyuda. Mana shunaqa bo'ladi. Martlik deb hisoblayman tan olish. Mana men boyaga aytgan narsam bo'pti-da. Battleda tan olish. Siz bilsiz podkastda live ko'rdingiz, sizda bormi? O'sha yerda keyin o'sha siz ko'rayotgan joyda ko'rib o'tirdim-da men. Live ko'tmodim. Streamga boshiga qaytib turdim o'sha joyda, nima fikr bildiryapti ekan deb. Keyin qarasam, u turishidan bilyapsiz-ku, nima deb, trezviyat qatarmayapti-da, brat. Bu yoqqa qaradi, bu yoqqa qaradi. Uni ishida, brat, men uni Yo'q, bilyapman. Shunda hayotiga aralasha olmayman-da, u chakadim, ichadim misol. Men uni misol uydagilardan emasman. Tushundim gapingizni. Mayli, xo'p. Bo'ldi. Shunaqa gaplar bolalar. Kimda savol bor, bersin. Hayotda ham vaqtini ko'p olib qo'ydik. Assalomu alaykum, yana bir marta bolalar, yaxshimisizlar? Va alaykum assalom. Hayot boyagi Instar Minor temasida boya aytdingiz-ku, u gapingizga din respekt boyagidek buni kanaliga kirib yozma, lichkasiga o'ziga borib yoz dedingiz, u uchun молодцы, zo'r gapirdingiz. Kuba qarang, eshityapsizmi? Eshityapman. Minorga lichkasi bor. Siz boyagi battle mavzusida yozib ko'rdingizmi Minorga? Minorga men davno yozganman, bir marta yozishdik, shundan keyin javob kelgan yo'q. Menimcha hozir umuman kirmayapti internetga anchadan beri. Endi qarang, endi boyagi reperlar bo'yicha boyagi zombilar deyiladi, ularning tilida Minorni muxlislari. Shularga savolda, hech Minorga yozdimikan shular? Mana shunaqa mavzu bo'lyapti deb. Javob qaytardimikan shularga?
Ha, minor Qaysi qaytardi. vaqt? Endi assalomu alaykum hammaga minor qaytardi, javob qaytardi. Nima dedi? Minor undan bir kun oldin streamda hammasiga uni o'qib ko'ramiz, eshitib ko'ramiz hamma gaplarni dedi. Keyin undan keyin ertasiga stream bo'lmadi, yana hamma shovqin ko'tardi. Undan keyin minor aytdiki, uyda mehmonlar bor. To'xtab turinglar. Shu mehmonlar haydab borib stream qilib, uni qila olmayman u. To'xtab turinglar, keyin o'zim hal qilaman deb yozdi. Shovqin qilmanglar boshqa dedi. Bo'ldi shu, xolos. Boshqa yana shu maslahat endi katta bo'lib ketdi bu gap. Shu muxlislari masalan taklif qilyaptimi shunaqa davay qilaylik, biza muxlislar so'rayapti. Masalan bizlar qiziqadigan reperlarga lichkasiga yo o'ziga yozsak, bo'ldi brat, davay muxlislar uchun men qilib beraman deb yozadi-da ular. Lekin minordan birontasidan kutmaganman, eshitmaganman, davay bosamiz degan gapni. Minor Maylimi men javob bersam? Tasavvur qilinglar, siz minorsiz-da. Sizni misol uchun YouTube'da 1 milliondan ortiq prosmotr bor, kliplaringiz bor, dashi disklaringiz ham 1 milliondan oshdi. Siz o'zingizga reputatsiyangiz bor. Siz o'zingiz Endi faqat prosmotr haqida gaplashmaslik kerak-da. Qarang. Siz o'zingizni o'rningizga qo'ygan odam sifatida sizga bunday kimda chiqib kelsa yo men chiqib kelsam yoki Kuba chiqib kelsa battle qilasanmi deb hammani ham qabul qila olmaydi-yu. To'g'rimi? Unda bo'lmasam, undan keyin litsenziya degan narsa bor. Boshqa Garmoniya bilan tuzgan shartnomasi bor, birga chiqarish kerak bo'lgan treklar bor. O'sha narsalarga ham Akalar Hayot akaga savol beraylik, iltimos. Keyin gaplashamiz. Akalar, Hayot akaga savollar ham bor edi menda. Assalomu alaykum. Menda zaryad shnur qidirib yuribman hozir. Men boshqa birovning uyida edim. Zaryad shnur topolmayapman hozir. 10% qolgan, o'shanga qarab. Ha, akalar boshqa temalar keyin gaplasharsizlar. Hayot aka har kuni kirmaydi chatga. Murat, assalomu alaykum. Hayot aka ham mehmonlarga minor oldiman. Gapirib olay, Murat. Yo'q. Anaqada nima deydi? Tanin bilan edim desam, ha? Voy. Boya bitta trek. Murat. Ergirboch. Labbay. Aka, No Battle degan birinchi qism bor-ku, part 1. To'g'ri, 5 ta adashmasam bor No Battle. Shuni birinchisini tekstini qayoqdan topsa bo'ladi? Men anchadan beri eshitaman, ba'zida tushunmaydigan joylarim bor-da. Hech kez hech topolmaganman, kakras yaxshi bo'ldi. Tekstini eshitib yozish kerak. Eng oddiy usuli shu. Harakat qilib ko'rdim-da, ba'zi joylari shu kerak edi. Ha, tushundim. Meni tekstlarim ikkita bo'lada bo'lardi. Ikkalasi ham hozir endi men shuni tekstini topib ber, hozir men bu yerda tashlab yuboray deya olmayman. U kontrolni o'tiribdimi hozir ular. Hatto hozir lichkamga yozib yorsangiz, men o'z avval siz bilan yozishardim. Anchadan beri yo'qotib qo'ydim. Hozir Arapi degan kanalingizni ochganingizdan beri topolmadim-da. Lichkangizni yozib qo'ydim. Bo'ldi, Murat, addushi. Xo'p. Charchamang. Hayot aka, tuzumsiz Konstani Hype degan trekini eshitganmisiz? Fikringiz shu trekka distok hisoblaysizmi? Beef deb hisoblanadi bu narsa. Mana ochiq gaplashish kerak. Dis bu adresonniy bo'ladi. Adres bo'ladi. Agar hech kimga masalan trekini nomini o'zida hech narsa bo'lmasdan turib boshqacha nomlangan bo'lsa-yu, kimgadir atalgan shunaqa narsani uni xalqning o'zi, tomoshabinlar, eshitib tinglovchilar sezib qo'yadi-da. Beef bo'pti, minorga yo palonchiga beef qilgan deyiladi. Bu dis emas. Dis konkretni javob berish, dis adresonniy bo'ladi. Konkretni. Men o'zi dis emasman, eng qizig'i. Men kimga dis yozganman? Hech kim kimgadir yozganman dis. Yo'qman, yaqinda senga dis Hayot. Bo'ldi. Prosta beef bo'ladi. Keyingi savol eshitganman, u track eshitganman. Boyagi hype'ni ham eshitganman. Minor 8 minutlikmi, 9 minutlikni ham eshitganman. Nima deydi? Menga mannaqa qilib aytma, ovozingni bir balola qilib aytma degan edi Minor. Zaparak ketdi-yu, Murat. Antivirus. Instagramda efirda eshitmasam, Instagramda. Ha. Stili yoqadi, nima deydi? Treklariga. Zo'rroq qilgansiz, lekin ko'rdim. Da, rostdan ham. Ha. Shuna rostdan adashmasam, Covidmidi o'sha payti? Yo'q. Adashdim. Covid bo'lsa kerak. Covid. 2020-yilda chiqib.
Covid. Savolni bera olmayapsizlar. Mana men zo'r savol beraman hayotga. Ha. Minorni ijodkor sifatida yaxshi taniysan, hayot, bilasan. Ha. Battle MC sifatida qabul qila olasanmi Minorni? Misol ijodini, misol Battle MC sifatida ko'ra olasanmi? Degan savol men o'zimdan lichni. Yo'q. Minor ijodkor, u battle MC emas. Minor o'zini yo'nalishini minor shkola paydo qilganda, uni shkolasidan keyin xuddi o'shanga o'xshab aytadigan reperlar chiqdi, to'g'rimi? Faktmi? Xuddi o'shanga o'xshab. Bo'ldi, shkolasini olib kirgan, u ham bitta qanaqa tushuntirsam, tijalaves bo'lib qoldi уже. Hozir. Maktab yaratgan ijodkor u. Battlega umuman aralashish kerak emas o'zi. Misol uchun, nima desa bo'ladi? Uni ham o'ziga yarasha muxlislarini oldida isbotlash kerak bo'lgan narsalar bo'lgandirki, Green bilan qilgan. Green umuman yaqin kelmasdi uni oldiga. Bu fakt, aniq narsa edi. Umuman Konflikt bo'lgan o'rtasida internetda. Masalan, mana nima deydi? Go'sht olishga boramiz, misol uchun go'sht olishga borasizlar. Eski tarozilarni tosh qo'yiladigan tarozi bo'ladi-ku, endi bir-biriga qaragan qushchalik, men qushchaga o'xshataman, bir-biriga qaragan mana tarozini ikkita pallasi bo'ladi. Go'sht berib yuboring, 1 kilosi 1 kilo tosh qo'yadi-ku taroziga. Shunday tosh qo'yilgan tomon pastga tushib, bo'm-bo'sh hali go'sht tashalmagan joy tepaga chiqib qoladi-ku. Xuddi o'sha narsa minor tosh qo'yilgan tomon bo'lsa, ana bo'm-bo'sh tomoni green edi-da. Bir-biriga bunday mana uchlar yaqin kelmas tarozini pallalari. Battle MC'lar shunday ijodkor emasmi hozir? Voy bilin. Voy, kalla qo'ydi-ku Hoji aka. Green Battle MC demoqchi edi. Bu ham Hoji aka. Hayot aka savol. Hayot aka savol. Labbe, yo, boyagi savolga tushunman. Meni kechiraydi. Hayotim meni kechir, trek chiqdi. 6 oy bo'ldi adashmasam. Aha. Yangi trek qachon chiqadi? Avaz bilan yana fitlar bo'ladimi? Hozir Avaz pik formada-yu. Yana fit bo'ladimi Avaz bilan? Boya shu narsa, menda yangi trek bor, yozilgan tayyor. Uni zapis qilishim kerak. Anaqa tanin bilan bo'lishi mumkin fitlar. Boyagina kanalga bitta голосовой tashlagan ekan, голосовой qilib trek tashlaganda. Keyin boya yozib gaplashib oldim telefonda. Nima bu fit meet qilishimiz mumkin, qilamiz degan. O'zi bunday olib qaraganda tanin ijodkorda, u ham ijodkor, ijod bilan bog'lagan yo'lini. Men unaqa emasman-da endi, misol uchun. Ha, sizda hobbi kak. Ha, men uni qaysidir rejalarini buzib qo'yishim ham noto'g'ri. U ham bir inson, o'zining rejalari bor, o'zining yo'li bor, ijodkor sifatida ham uni trekografiyasi deydimi, nima desa bo'ladi buni. O'zi qilmoqchi bo'lgan ishlarini buzib qo'ymasligim kerak. O'shaning uchun har doim men yozavermayman. Qachon? Yilda bir marta yozishim mumkin. Qachondir, misol uchun, davay fit deb yilda bir marta yoki umuman bir yilda umuman yozmasligim ham mumkin. Men xohlayman o'shanga xalaqit bermaslikni. Men yaqinda tanindan oldin anaqa bilan ham gaplashuvdim. Proact bilan hamma taniydi menimcha. Proact bilan gaplashganimda salom ali va hokazo. O'shanda ham aytdim, nima gap, nima so'z? Rejalar qanaqa? Shu albomim bor, u bu. Bo'ldi, men agar yeslicho eshitdim-da treklarini zo'r. Haqiqatda zo'r treklari. Keyin men aytdim unga, agar qanaqadir collab varianting bo'lsa, misol uchun, men qilmoqchiman. O'sha sifatli bitta trek, konkretniy bitta temada. Yo bo'ldi degan gap yo'q. Prosta men undan so'rayman birinchi, kim bo'lsa ham o'sha. Buzib qo'ymayman, xalaqit bermayman, chunki ular ijodkor, shuni yo'lida yuribdi-da. Men bo'ldi, ijodda emasman. Prosta reperman. Reper ijodda bo'lmasa ham reperda chiqarib turadi o'zi uchun. Mana kanalim bor-ku meni ham. Mana shu kanaldan kirib turibman hozir. Bu bitta yana narsa borki, bizda bu janjallashish, ya'ni men bilan misol hayot battle qildi deyaylik. Qanchalik to'g'ri deb hisoblaysan hayot ana shuni mana real hayotga aylantirib o'rib, ko'chada urushib ketib,
bir-biri bilan pichoqlar ko'tarib, narsalar ko'tarib ketib, 10 kishi, 15 kishi yig'ilib, ana shunday narsa juda ko'p bo'lyapti-da o'z-o'zrekda. Nimaga? Battle qilaman, men misol birorta bilan battle qilaman. Davay deyman, o'zim soglasiya beraman battle'ga. Keyin u battle'da jostki narsalar qilaveradi, keyin to'xta deyman. Sen meni bu qilding, sen bunaqa qilding deb bir-birini izlab qolishadi-da. Battle'dan keyin yoki battle'dan oldin. Naxuy chiqadi unda battle'ga. Ana shunday muammo bor. Mana qara, razborga aylantirib tushunyapsan? Battle'ni, konferensiyani. Men Rossiyada Ptaxa bilan guf deyapsam, Ptaxa bilan guf battle'dan keyin shunday o'zini yo'lidan ketishgan, urushmagan ham, ko'rishib olmagan ham ko'chada. Boshqa reperlar ham shunday bo'lgan, 90%. Bizda unaqa emas. Bizda battle MC'lar battle qilishdimi, qaysidir so'zi unga yoqmay qoladi, keyin bir-birining uyigacha boramiz. Ko'ki, bu yoqdamisan, keyin ko'rish. Ana shunday bo'lib qolgan hozir bizda. Shunga nima deysan? Fikring? Noto'g'ri. Noto'g'ri. Ko'rishib olamiz, nimani ko'rish, nima hal qilmoqchi, nimani so'rab olmoqchimi, nima qilmoqchi? Ana shunday, men so'rab olaman, sen lishni gap gapirib qo'yding battle'da. O'zi battle degani o'zi madaniyatli battle bo'lmaydi-ku. Xo'p, so'rab olmoqchi bo'lsa, o'sha battle tugadi, keyin so'rab oldim. Keyin ko'rishib oladida, yo'q, qara, keyin ko'rishib oladida, battle'dan treklar o'chirib tashlang deydi. Asan bilan bu yoqda bir oy mehnat qilasan, u battle tashkillashtirasan. Tushunyapsanmi? Shu narsa. Yo'q, endi bu nima desa bo'ladi? Birinchidan o'sha tashkilotchilikdagi anuda ikkalasini masalan YouTube kanalida qoladi, bo'ldi. Sen o'sha bo'ldi. Trek menga kanalga tushdimi? Bo'ldi, qoldi. Ikkalang soglasiya berasan, bo'ldi, tamom. U keyin ko'rishib olib ikkalasi biz aka-uka ekanmiz aslida. Biz og'aynik bo'lib qoldik. Mana endi aloqalarimiz yaxshi. Hozir birga fitla qilmoqchimiz. Anu battle treklarni endi o'chirib tashlang deyish noto'g'ri-da. Agar unaqa qilmoqchi bo'lsa, boshidan aka-uka bo'lib ketish kerak edi. Nima qilardi battle qilib? Ana shunday mavzu juda ko'p bo'lgan. Hozir ham bu, yaqinda ham bo'ldi. U narsa, ko'prat u narsa sizga bog'liqda. Misol uchun, kecha taningda $100 beraman, hakam bu ber deyapsiz-da, keyin muxlislar yozsa, muxlislarni eshitmay yopib qo'ying deyapti. O'zrib muxlislar bilan-da yangi muxlislar qo'shilyapti. Boya siz uni tanishtiring birinchi. Bu taning, buni kanalim mana shunaqa ijodkor deb tanishtirishingiz kerak. Birdan muxlislarni eshitmay yopib qo'ying deyapsiz-da. Bu bola ham to'g'ri aytibdi. Bu bola ham to'g'ri. Boya ham shu gap bo'ldi. Instar kim, Instar mamnaqa tanishtiring va hokazo. Bu to'g'ri. Bu tashkilotchilik o'sha battle agar aniq bo'ladigan bo'lsa, keyin qilsa bo'ladigan narsalar mana shu. Battle bo'ladi. Birinchi Kubobratga shunaqa qiling deb ana qilyapman-da. Bu narsani tushundim. To'g'ri. Bu gap to'g'ri. Men noto'g'ri deganman. Bu to'g'ri gap bo'lyapti. Masalan, kimgadir osmondan tushganda Instar desa kim u degan savolni qoldirish kerak emas tashkilotchi. Instar desa mana Instarni birinchi tanitib, o'sha eshitib qo'yinglar, mana shu bola. Ikkinchi tomonga ham bunisi mana ismi Minor, mana bunaqa. Endi hakam kim? Kim o'zi u hakam desa, mana hakam, mana bunaqa treklar qilgan, mana bunaqa shunaqa chempion bo'lgan va hokazo deb tanishtiriladi. Bu to'g'ri narsa. Lekin battle bo'lishi aniq bo'lgandan keyin tanishtiriladi-da. Aniq battle bo'ladi. Hali battle'dan darak yo'q. Prosta Instar treklari kanalda tashalgan. YouTube'ga ham necha yildan beri Instar bilan ana qilib kelaman-ki, endi ko'rgan, bilgan deb yuribman-da. Men qayerdan bilay u tanimasligini kimdirlar. Telegramga Instar deb yozsa kanali kelib chiqadi. Yo'q, boya kimdir savol qolib ketdi bo'ldi. Boya bitta savol qolib ketdi. Kimdir savol berdi, keyin meni trekimga o'tib ketdik-da. Kim ijodkor emasmi shunda dedi. Kim ijodkor emasmi shunda? Battle MC ijodkor emasmi shunda dedi. Hoji aka degan bola. Men so'radim. Hoji aka kalla qo'ydi. Minor ijodkor o'zini ijodini qilsin deb gapirgandingiz. Men Battle MC'lar shunday ijodkor emasmi dedim. Battle MC bo'ldi. O'zi aytib qo'yibdi mana. Battle MC. Battle ham ijod qildi. Yo, battle ham ijod. Bu Battle MC bu. Minor Battle MC emas, ijodkor. Prosta ijodkor, o'zini yo'lda yurgan. Ijodkor. Battle MC bu Battle MC. Ijodkormi, yo'qmi desa, bu ham ijodkor, bu Battle MC faqat. Faqat aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men hozir kirdim, lekin masalan Instarda kimdir hakam bo'lmasin,
anaqa hech kim tanimaydi-yu desa, uzr so'kinaman, qo'tag'imni yebdi akalar. Chunki biladi, Kimni? necha yildan beri videolari tashladi, janjallari. Taningda aytyapti, taningda. Ha, Taniydi ham, qo'tag'imni yebdi-da, qanday tanimaydi? Qanday tanimaydi? hamma aka taniydi. shu so'kish menga bo'ldi-da. Qanaqa taniyman? Men bugun misol uchun Yo'q. O'zbekka kiryapman deb, bugun Uzrepga bugun kirganmisiz? ko'ryapman. Vashi fikr bildirishga umuman qo'tag'im ham haqqingiz yo'q-da. Yo, nimaga men tanimasam tanimayman deb yozaman-da. Birinchi tanishtirish kerak emasmi? Bunaqa so'kinib Yo, gapishingiz kerak. Birinchi tanimayman deb Yo, birinchi xo'p, kiryapman yoki tanimayman. yangi O'zbek muxlislar tilida kiryapti. bo'lganda, ha, bu Davomidan bu so'kinmaylar bu. qachonlar bu значит eshitib ko'raylik qanaqa odam ekan deyish kerak. Tanimayman deb yozish uchun Qidirish kerak. nima qilish kerak? Ha, fikr bildirish Efir kerak. bo'layotgan joyda taniydigan sababi- ekanini topib eshitib ko'radi odam. Unda savol bermaslik kerak deyapti bu bola. Faqat Unda efir eshitib bo'layotgan turish joyda kerak. taniydi kim ekanini deb eshitib ko'radi. Qidirib topib. Ana, O'shaning aqlli uchun odamlar ham bor aka. Va Yo, botni mana- qarang, efir bo'la turganda so'rasa, qanday tanishtiradi uni? Mana triklari deb efir bo'la turib. Uni odamni o'zi qidirish kerak-ku. Shuni Ha, Kuba taniy bratga jonli aytyapman. aytib berish Kuba kerak brat, bo'lgandir birinchi balki. siz aytishingiz kerak. Buni tanishtirishingiz kerak deb Kuba bratga savol beryapman. Yo, nima Bo'ldi. o'tgan qo'tag'im yebdi aka. Lechkamga yozib qo'ying, lechkamga yozib qo'ying. Ha, mayli, anaqa qilmanglar. Bo'ldimi? Xullas, Bo'ldi. masala Hayot senga Abdushi rahmat. Zapsang Yo'q, tarqatib hayot qo'yishi aka mumkin. menda yakuniy savol bor, to'xtab turinglar. Yakuniy Ha, savol bor yakuniy menda. savol nima ekan? Xo'p, hayot akam shu rep kak hobbi, ijod emas. Shunaqami? shunaqa. Atak qanchadir summa ajratilsa battle qilishi mumkin. Shunaqa. Mana qaranglar. Shartta aytdim. Mana yaqinda bitta voqea bo'ldi. Ana repda emas, yaqinda bitta voqea emas, bu voqea yillar davomida bo'lib kelyapti-da. Instagramda hozir media MMA rivojlanib ketdi-ku. Mana qozog'istonlik aktyor bolani hamma taniydimi? Erka bulanmi? Erka bulan. Ha. Yuzib tashlaysizmi? Yo, yo, u o'zini yo'lida yuruvdi, to'g'rimi? Ha? U kimga vizit tashladi O'zbekistondan? Hech kimga. Hech kimga. Unga Hammaga vizit Tashlamadi, tashladi. izrofa qildi. Yo'q, vizit tashladimi? Ha, Hasan bilan u urushmoqchiman. tashlamadi, biznikilar Undan tashladi. keyin unga vizit Biznikilar tashlamadi. tashladi. Ha, biznikilar vizit tashladi, to'g'rimi? To'g'ri. Keyin u bola aytdi, $20,000 beringlar dedi, urushaman dedi. Farqi yo'q, VSPS hech narsa farqi yo'q, $20,000 man chiqaman dedi. Keyin bitta aka chiqdi-da, mashina saloni bor odam chiqdi-da. Qimor qo'yardi. Ha, Gelandwagen mashinani ustiga $50,000 qo'ydi-da, bizda pul bor dedi. Boyaga uzrayib yillar davomida qilib kelgan xatosi bor-ku, bizdagi xato. Mana pul dedi, 20,000 emas, $50,000 qo'yaman. Bormi seni ham yo orqangdan chiqadigan akalaring? $50,000 qo'y, kim yutsa shu olsin dedi. U bola nima deb javob berdi? Chiroyli javob berdi. Akalar, menga pulimni beringlar. Ha, menga $20,000 pulimni beringlar, bo'ldi, urushaman dedi. Qolgani qiziq emas menga. Unaqa pullarni qo'yishni men ham bilaman. Meni bezovta qilishing $20,000 dedi, bo'ldi, tamom. Men o'shani tushuntirmoqchiman. U даже narigi boshqa umuman begona sohalarda ham bizning O'zbekistondagilar bitta xatoni qilyapti. Yo'q, gap yo'q. Erka bularni ham qo'yganlari ham omadini bersin. Men adashmasam qaysi pulingizga pulini bersa, akillisan itga o'xshar degan qatoringiz bormi shuni so'radim. Bo'lishi mumkin. Hayotbek aka. Lekin gonorarga yarasha e'tibor ham bo'lish kerak-da. Asli tomoni jinni chatadi, aka O'zbekistonda. Shuning uchun gonorar jinni pastroq yuradi O'zbekistonda. Qani edi hamma eshitganda bir talab yuqori bo'lganda. Yo, to'g'ri. Men buni kecha yaqinda Kuba bilan gaplashuvdim, shu joyiga mana. Kuba bilan gaplashdim. Men ochiqini aytdim. Mana zo'r bo'ldi, moment keldi-da menga hozir povod mana shu narsani aytib berishga. Kubaga aytdim. Kuba, agar senga battle kerak bo'lsa, Instar bilan minor battle, pulga battle qildirmoqchi bo'lsang, menga pulimni ber, battle qilib ber deganim yo'qda. Agar senga battle kerak bo'lsa, prosmotr, Instar bilan minor battle qildir. Ikkalasini qanday ko'ndirish bu seni ishing dedi. Agar prosmotr kerak, show battle mana shunaqa senga ham nimadir keladi kanalingga va hokazo.
agar chista san o'zing yoki boshqa uchinchi tomon chiqib yoki bilmayman qanaqadir homiy chiqib bu bir paytlar hayot 23 bo'lardi. Bu hozir nerealniy narsa. Misol uchun kimdir chiqib bir paytlar hayot 23 bo'lardi. O'shan bilan hozir eng zo'r Battle MC'ni battle qildiraylik. Hayot 23 bilan gaplashib ko'ring. Nima desa, nima qanaqa gonorar nima desa beraman desa, unda Kubaga farqi yo'q. Battle o'zini kanalida bo'ladi. Ana 3-chi tomon chiqdi-da, rozi qilmoqchi. Unda farqi yo'q, lekin Jek Polga o'xshab, pensiyaga chiqqan boksyorlar bilan boks yuribdi, shunaqami hozir? Ha, tipa shunaqa. Endi lekin bu degan Instar Jek Paul man Tyson degani emas, prosta tipa format shunaqa. Endi men aytdim Kubani o'ziga, senga agar dedim, o'z yoningdan rasxod qiladigan bo'lsang, men bilan qilma, meni tanimaydigan ko'proq, 95% odam tanimaydi. Chunki men 7 yil, 8 yil уже yo'qman. Tendensiyalar o'zgarib ketgandan keyin Reels, bu mood video degan narsalar, yana nima deydi? Track klip emas, yana nima oladi? Ana snippet. Shunga o'xshagan Instagramlar rivojlanib ketgandan keyin men avtomatik yo'q bo'lib ketdi. Men qiziqmagan narsalar, qilgim kelmagan ishlar chiqib ketdi-da, hamma qilib ketgan yutqizgani men nima yutqizdim? O'sha narsalarni qilmadim, misol. Traklarimni, mood videosini qaysi biridir otib yuborish mumkin edi. Prosmot 1 million va hokazo podpisчик kelib ijod qilib dalshi bo'lshi bosib ketishi mumkinligi paytida qilmadim-ku, men yutqazdim. Mana shu narsa. Atak futboldan yoriyapsiz aka. Nima? Atak futboldan yoriyapsiz deyapman. Futbol Harom klub deb turib yoryapti. Hayotning bir qismida bu ham, futbolda ham ajrata olmayman-da, bir chekkaga tashlab qo'ya olmayman, chunki futbolda ham endi gapiradigan gaplar bor-da, baribir. Xarakter shunaqa-da baribir. Endi futbolda ham bir Manchester bo'lib ko'rdi, bir Barsa bo'lib ko'rdi, bir Real bo'lib ko'rdi, va o'xshamayapti. Yo'q, hozir Barselona, men endi Manchester United haqida ham, Real Madrid haqida ham fikrlarim o'sha Instagramda berganman. Nima uchun unaqa bo'ldi, nima uchun bunaqa bo'ldi. Hozir misol uchun Interga muxlislik qilishim ham mumkin, Dortmundga muxlislik qilishim ham mumkin. Bu odam o'zini tanlovi bo'ladi. Shunaqa. Atak o'zi oldindan Manchester United bo'lgan, to'g'ri aytdi hozir kimdir. Keyin Real Madrid bo'lgan, chunki Realda Beckham o'ynagan. Beckham meni o'zi kumirim bo'lgan, shu sabablar. Endi bularni podrobniy Instagramdan kimga qizig'i bo'lsa, mabodo Shafqat kanalida. Shunaqa. Hayot aka, yana bitta savol bor. 6%. Fanlar bilan futbolga nima deysiz? Toshkentda bu farqi yo'q. Farqi yo'q. Men rosa ko'p qilganman. Bitta narsani aloqaga chiqsak kelaverasiz. Xohlasa. Men reperlarni komanda qilib o'ynash kerak-da. O'sha payt qayerdaligimga bo'ladi, lekin shahada ham bir nimadir urush bo'ladi. Yo'q, urushmas. Fanatlar bilan, chunki Hayot aka bir ikkita ligalarga borganda, nimalarga? Futbol tashkilot organizatsiya qiladigan ligalarda ko'rganman. O'zim chaqirgan, kim chaqirsa borganman, bo'ldi. O'zim hech narsa tashkil qilmaganman, lekin chaqirsa borganman. O'shanga chaqirsak nima deysiz? Kelaverasizmi vaqtingizga qarab? 2 soat o'ynalsa, o'sha 3 komanda qilib o'ynayveramiz. Farqi yo'q. Aytaga boya aytdingiz, kim homiylik qiladi dedingiz. Kuba brat, agar Instar bilan minor battle qiladigan bo'lsa, agar minorni yutoladigan bo'lsa, masalan, hakamlar qo'yasiz-ku. Minorni yutoladigan bo'lsa, Instaga $1000 men beraman. Men hech kimga shunday bitta nima qilib qo'ysangiz. Bo'ldi, mana shu bolani, bu hali battleni kimdir rozi qilmagan, hali yo'q narsa yutsa deyapti $1000. Bo'ldi. Ism, telefon nomerini olib qolish kerak bo'ldi, tamom. Bo'ldi, mana beraman deganlar ko'p, Hayot yo'qolib qolaveradi. Beraman deganlar mingta. Siz meni yozib $1000 bor ekan mana. Instar minorni yutsa deyapti. Tushunyapsizlarmi? Hali minor Hali minorni o'ldirishga pul kerak. Hali minorni o'ldirish kerak bo'ladi. Bepul chiqadimi sizlarga minor? Undan ko'ra minorni ko'ndirishga men tashiyman deydigan odam yo'q. Ana shuni qilish kerak. Yo'q, Hayot sendan reaksiya kutaman. Men hozir gaplashaman bitta brat bilan. O'zim ham ozgina pul qo'shaman. Shahboz Kombeyam degan bolani taniydiganlar bo'lsa kerak. Shu bilan Instar battleni qilaman. U ham minor bilan birga ijod qilgan. Yaxshi ijodkor bola. Okey, lekin minor yonidagi
ularni aytmang, lekin ularni men ham tanimayman. Ular Yo'q, tanaladi, ular sizdan hech narsa tanimayman. kerak emas. Men boshqa bir bilan gaplashdim Lekin hozir. ha, Shu battle tashkillashtirsa bo'ladi. Shahbozga Ha, gonorarni bo'ladi, bo'ladi. uzatib, Instarni ko'ndirish u yog'i problema bo'lmaydi. Instar o'zi Yo, Shahboz ham ko'p so'ramaydi. lekin Shahboz mana aka, Minorni ko'ndirish qiyin. Mana Hayot R23 ni ko'ndirish qiyin bolalar. Hozir menga kimdir Shahboz aka o'zi reaksiya qoldirgandi Kuba. Hozir kimdir Manchester bo'lib ko'rdi, Real bo'lib ko'rdi, Barsa bo'lib ko'rdi, o'xshamayapti deb kim aytdi hozir? Abu Hoji aka, Hoji. Abu Hoji aka o'xshagani qanaqa bo'ladi? O'xshagani nima bo'lishi kerak? O'xshayapti. Yo'q, Rizda chiqyapti. Komanda chempion bo'la olmayapti. Shuni aytyapman. Barselonami? Barsa ham, Real ham. Yo'q, United Barselona futbol o'ynab tursa bo'ldi. Shu, chempion bo'lishi, 15 ta kubok olish shart emas, o'ynab tursa bo'ldi futbol. Chunki kubok bizlarniki emas-da. Kubok bu kubok muxlislarniki emas-da. U Real muzeyida turadigan narsa, o'shani ham ko'rish uchun muxlislar pul to'lab kiradi. Birovning narsasida u, muxlislarniki emas-da. Real muxlislari bizda 15 ta bor deydi-ku, ularniki emas. Ularniki bo'lsa pul to'lab ko'radi. Temani yopaylik hozir boshlanadi endi. Gap kelganda hozir esimga tushib qoldi. Shu xarakterim bor-da, o'sha to'xta. Hozir ayta, harom klub deb boshlaydi Hayot aka. Yo'q. Bizda 15 ta bor deydi-ku, o'sha 15 tani ushlab ko'rsatchi desa, o'shanga pul to'lash kerak. Demak, u saniki emas, saniki bo'lsa pul to'lab ushlaysan qo'lingga. Yoniga borishing pullik-ku. Barsani o'yinini ham tashkillashtirmayapsiz, to'g'ri aka. Hayot aka, Tereblimiz bor deb janjal qiladiganlar ham bor-ku. Terrible qilganmiz. Unda Hayotda ham bolalar vaqtini olmaylik. Juda ham ko'p suhbat bo'lib ketdi. Hayot bilan gaplashib ko'ramiz. Kimdir xohlasa Men battlega любой payt tayyorman. Ani qilmayman, nima deydi? Mani teriyat nechiva? Menga teriyat nechiva to'g'risi. Yo'qotadigan narsa o'zi yo'q. Nimani yo'qotaman? Kuba bilan ham qilaverasizmi battle aka? Kubaga teng chiqmayapti anchadan beri. Yo'q, Kuba men bilan battle qilmaydi. Yo'q, Kubaga hozir raqib. Qo'qadi aka, siz ham qo'rqasizmi Hayot aka? Kuba bilan battle qilish xavfli. Xavf qashida? Kubani yutib qo'ysam, balki nimani bermaydimi, desiz. Yo'q, Kuba 3 ta hakam qo'yadi-da, uchalasiga meni yutding deb aytib $100 dan pul berib yuborishi mumkin-da, o'shaning. Kuba prям freestyle bilan yutadi aka sizni. Turgan joyingiz. Yo'q, yomon suhbat bo'lmadi. Yomon suhbat bo'lmadi menimcha. Meni aytgan gaplarim tushunarli bo'lgan bo'lsa bo'ldi. Mana shu narsani hozir bir 50 ta odamni, 40 ta odam eshitdi-ku. Gap hozir bir 500 mingta odam buni eshitish kerak, o'zi aslida bo'lgan gaplarda bu. Mana shu boyagi vizov tashlash qanaqa bo'ladi? Uni kimni qanaqa rozi qilish qanaqa bo'ladi o'zi aslida? O'rtaga pul tikaman deyish, u umuman 3-narsa, 4-darajali narsa. Mana hozir bitta bola $1000 qo'yaman dedi. Bu narsa umuman qiziq emas. 100 ming qo'ysa ham qiziq emas. Birinchi, ikkinchi tomonni rozi qilib olish. Gap shunda. Bu yerda ko'pchilik Minorning muxlislarida hozir neto savol berilgan yo'q-ku, to'g'rimi? Siz fikringizni bildiring. Zombi nimadir deyiladi, shunga. Siz Minor bilan yaxshisiz, aka, ko'ndirib bering, aka. Yo'q, Minor bilan Minor bilan emas, uzoq o'ylamanglar, nima u? Kimdir aytib ko'nadi deb o'ylaysizlarmi hozir? Minor bilan Desa aralashmay turing-ku. Siz aralashmang, nahvu aralashyapsizki olim. Gapiryapsizmi? Zaybal gapiryapsan. Minor bilan kimnidir battle'ini ko'rmoqchi bo'lsanglar, Hayot aka, U battle qilmaydi. U Instar bilan bo'lsa, mana battle qilmaydi, ovora bo'lmanglar. Liboy yozinglar. Bal bo'lar ekan. Borib yozsa, battle qilmaydi, ovora bo'lmanglar. Men shuni aytmoqchiman. Menga emas. Rahmat. Itachi. Birovni ketidan birov javob bermasligi kerak, lekin bor-ku. Menga emas, Kubaga emas, unga emas, bunga emas, o'zini ko'ndiringlar. O'zi hal qiladigan narsada, u narsa. Aka, siz streamda yozib to'ldirib tashlanglar. Hozirdan boshqa qiziq o'qimaydi baribir, ovora bo'lmanglar bunga. Hayotdagi ichkaga yozib yuboralasizmi futbol bo'yicha? Itachi'niki.
futbol mavzusini ochinglar, shuni muhokama qilinglar, undan ko'ra qizig'i shu. Nima qilasizlar, A battle. sendan so'raymiz endi bilat gandon Ya steward bor naxuy molxonada yur, dalba yursin, nima deyapsan? boraman bo'pti. Bo'ldi. aka mana shu Mando degani bor, shu Instarda shu fanati bo'lsa kerakda. Qarang, bizlar normal fikr bildiryapmiz. Yo'q, bu bola Instar fanati emas. Bilmayman, bir yibanmi bu so'kinib gapirishini qarang. Ha, Normal dadangdan, savolga normal dadangizdan. javob bermaydi. Ayt aka, shunga siz fikringizni bildiringchi. Men Minorning muxlislari normaliy savol beryapti, savolga javob olyapti-da. Men bu kirib gapirayotgan gapini O'zcha qirol bular, o'zcha qirol bularga bu narsa demanglar. Qirol desa bo'lgan boshida toji bor bo'ladi. Bu narsa demanglar. Minor dedimmi bir anda? Bizlar minorni qirol demaganmiz bizlar. Endi ayrim bir ikkitasi bo'lsa, ularga ayrimlarni gapirish kerak. Mana so'kinishini qarayman. Minor haqida gapirganim yo'q. U nima tuhmat qilyapsiz? Minor haqida gapirmadim-ku men. Hech narsani gapirmaysiz. Hech narsani gapirmaysiz. Taningni qanaqa tanimaysan, unaqa qanaqa taniyman? Nima tanishim kerak? Bironta Kuba brat sizga savolim bor edi. Tregi bormi? Bironta Bo'pti, kelinglar o'tiraylik. Hayot aka, sog' bo'ling aka. Kanishni o'chiradi-da. Kanishni o'chirsa futbol temani muhokama qilinglar, bo'lmasa yig'ishtiringlar bu mavzuda bilan yopinglar. So'talar, bo'linglar. Bor naxuy yoqmasa naxuy o'tiribsan men. Unami, naxuy chiqib ket bo'lmasa. Bo'ldi akalar. Sizga savolim bor edi. Sizga savolim bor edi. Biraz sayban qilishding-ku. Ketadi-da, ko'rib turibdi ahvol. Demak, bolalar, meni mana bir Roma brat bilan bir gaplashib olasizlar, suhbat qilib turinglar, unga yetakchi bilan savol javob qilib. Men ana shu Kuba, men 2 dona savolim bor edi. Bering savolni, mayli, savolingizni javob qaytarib olaylik. Aka, endi kreativ bilan siz yana intervyu olsangiz, bir savol bermoqchi edim. Haligi intervyusini ko'rdim. 3 kunmi 4 kun oldin kanalga joylagan ekansiz YouTube'ga. Haligi Liboy disposat qaytariladi bizda degan gaplari bor ekan. U haligi Shahboz Komben bilan Usterandi nimasi bor edi? Kinoya degan dis otilgan. Kakras haligi Instar, kreativ, Lightroom'ga gapirayotgan payt 3-4 yil oldin shu mavzu ko'tarildi-yu. Da. Nima deysiz aka? Demak, shunga javob nimaga qaytarmagan demoqchisiz? Shunga nimaga javob qaytarilmagan? U imminni ularga aytilgani aniq-ku, yasni ko'rinib. Endi bilmasam, u savolni menga men efirda qilganimda chat qilganmiz. U savolni menga hech kim bermaganda. Bu hozir endi uni o'rnidan men javob bera olmayman-da, shunisi ham bor-da. Yo, mabodo yana intervyu olib qolsangiz shu savolni qo'shib yuboring demoqchi. Bugun gaplashamiz deb edim, chiqib ketdi. Keyin Hayot R23 kirdi, shu bilan gaplashdik. Ikkinchi savolingiz nima? Keyin Komben nima qildi? Yo, prosta fikr bildirmoqchiman. Komben reaksiya bildirdi o'zini Telegramida. Lightroom'da odam bormi deb shunaqa qilib yozishgan ekan fanatlar. Yozishganda bor deb hali javob qaytargan ekan. Hozir men shu Komben masalasini gaplashaman debman, ana brat bilan. Bo'ldi aka, rahmat. Xo'p, bunda Instar bilan Kombenda batalni tashkillashtiraylik bolalar. Minorni sal qiyinroq. Minor endi reaksiya qiladi, fikrini ko'ramiz. Savolim bor edi. Nima deysizlar? Rozimisizlar? Lekin Komben bilan. Go. Savol bor edi. Hozir aka, Minor bilan gaplashib ko'rish kerak birinchi. Minor reaksiya qiladi, fikrini aytadi, 1-2 kunda bo'shasin. Ya Minor qimmat baribir. Intervyuni ko'rdimmi, shuni bilmoqchi edim. Endi ko'rsa kerak, hali ko'rmagandir. Yozgan ekan-ku, qaysidir kanalida voz tashab qoldi Espinoza. Men haqimda gapirib Kuba Minor 25 millionmi deganda ham hali o'ylangan-u. Nima bilan? Grim bilan battle'da. 100% battle qilamiz degan. 100%. O'sha 25 million. Qarang, unga ham 2 yilmi 3 yil bo'lyapti. Hozir ham kamida $2000, 1,5 ming deydi. Una sponsor yo'q, demak bo'lmaydi degan narsa bu. Undan Shahbozniki ancha yaqinroq, ancha aniqroq bo'ladigan narsa. Shahboz ham Slabi raqib emas, lekin Shahbozni ham Slabi. Slabi emas. Slabi emas, arzonroq raqib lekin biz uchun qulayroq. Kuba. Bu meni fikrim, Minorni eskidan kuzataman. Minorni stillaridan bittasi deb o'ylayman aka bu. Chunki eskidan kuzataman. Birinchi Arranger disotganda Minorga. Minor ikkita men tanishimni, o'zim yaqin tanishimni Minorda oldi yurishardi. Ularni to'g'irlab Arrangerga disottirgan. Keyin Shahboz Kombi ham Minorga disotga endi olis qilib haligi Rossiyaga ham chiqib ketgandi. Keyin u Shahboz Kombiyamga Paradox to'g'irlaganda, shunaqa stili bor Minorda. Menimcha Kombiyamni to'g'irlayapti o'zi. Meni fikrim bu. Kombiyam bilan yo'q, Kombiyam
hozir. Bor aka. Yaxshi fikr ekan aka. Yaxshi fikr Demak, berdingiz. agar Rahmat. Instar Ta'voz aka bilan bilan aloqa chotki. Instar bilan kombi ham battle qilsa, o'zi muxlislar bilib olishadi, bu yerda hakam bo'lmaydi. Agar realniy kombi ham yanchib tashlasa Instar, keyin Minorga harakat qilib ko'rsa bo'lar ekan. Shunday qilmoqchidir balki. Minorda taktikasi shunaqa. Bo'lmasa, yana bitta variant bor. Ko'ba minor fanatlari ras pul yig'ib yuboringlar. Pul Minor yig'olmaysiz. Kerak emas u. narsa Minor kerak emas. pulga ham chiqmaydi, o'shina taktikasi. Gap bunda emas, taktika emas. Kombi ham bilan Instar qilsin. Bolalar yangi yilgacha start berilsin, 10 kun muddat qilinsin, MP3 topshirsin. Zo'r bo'ladi. Zo'r Konferensiya qilmayman ularni. Ulardan faqatgina отдельно intervyu olaman. Konferensiya qilsam bu battle отказ bo'lib ketadi. Urushib ketadi. Tushunyapsanmi? Bo'ldi. Konferensiya qilmaymiz, taktika shu. И всё, boshqa variant yo'q. Shu kombiyamni ko'ramiz. Ha, menimcha hayot tayyor, kombiyamni ko'ndirsangiz bo'ldi. Ha, Katta ehtimol. kombiyamdan hozir gaplashyapman hozir. Unda men ana brat bilan gaplashay, bo'pti bolalar. Roma degan brat bilan gaplashaychi. Xo'p.